Mana Faberlikdan urgan zakazlarimiz yetib keldi. Bu safar asosan yuzlar uchun, ayollar uchun yuzlariga maxsus kremlardan zakaz qilganman. Birinchisi Axiology'ning namlantiruvchi kislorodniy kremi bo'lib, bu ko'z atrofiga tungi krem va kunduzgi kremdan iborat bo'ladi. Rosayam yuzingizni sochniy qilib, ayniqsa issiq kunlarda rosayam yuzingizni namlantirib, zo'r qilib beradigan kremlarimizdan biri bo'ladi. Keyingisi bu yuzdagi balansni ushlab turadigan kremimiz bo'lib, ayniqsa yuziga ukuriylar ko'p toshadiganlar uchun rosayam yaxshi sifatli krem hisoblanadi. Buni kunduzgi krem va tungi kremdan iborat. Endi keyingisi kollagenli kremimiz bo'lib, bu 3 talik nabordan iborat. Tungi krem va kunduzgi krem va ko'z atrofiga krem. Mana korobkasini chekkasida qanaqa qilib ishlatilishi hammasi yozib o'tilgan. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bunda tarkibida kollagen bor. Ayniqsa 40 yoshdan keyin bemalol yosh ajinlari ko'p ayollar uchun ham tavsiya qilamiz. Ajinlari ham tekislab beradi. Mana bu naborimiz omega hid nabori bo'lib, asosan quruq yuzlar uchun omega hid yog'i bilan yuzimizni yog'lab beradigan, vitaminlar bilan to'yintirib beradigan krem naborimiz hisoblanadi. Tungi kremi va kunduzgi kremi, ko'z atrofiga kremi va yuzimizni yaxshilab tozalab yuvishimiz uchun umivalkasi hisoblanadi. Mana shu naborimizni ko'pchilik ayol qizlarimizga tavsiya qilaman. Rosayam zo'r, sifati bomba. Ana endi keyingi naborimizga o'tamiz. Bu Axiology seriyasidan kislorodniy skrab va kunduzgi krem va ko'z atrofiga krem. Ko'z atrofiga nima uchun? Ajinlari yoyishimiz uchun maxsus nozik qilib ishlangan maxsus krem hisoblanadi. Skrabimiz esa yuzdagi mayda o'lik hujayralarni tozalab berish uchun skrab hisoblanadi va kunduzgi kremi. Mahsulotlarimiz hammasi nalichida bor. Zakaz berish uchun lichkaga murojaat qiling.